Yem-mishalka oqtarib yurgan akalarimizga yem-mishalkalarimiz tayyor bo'ldi. 250 kiloligi. Yangi motor, yangi reduktor bilan jihozlangan. Bunisi 350 kiloligi. Balonlar qo'yib berildi. Shunaqa zakaz bo'lgandi. Bularda motor rossiyskiy bo'ladi. Yangi motorga nisbatan katta bo'ladi. Reduktorlar rossiyskiy bo'ladi. Motori yangi. Bunisi 150 kiloligi. 150 kiloligimizda reduktor bo'lmaydi, shesterna qo'yilgan bo'ladi. Motorlar yangi bo'ladi. Shesterna reduktorga qaraganda ozgina tezroq ishlaydi, lekin shu uyda mol qo'yib bor akalarga yaxshi ish beraveradi. Misol uchun 15 ta yoki 10 ta molingiz bo'lsa, yoki bir 30 tadan 50 tagacha qo'yingiz bo'lsa ham shuni tavsiya qilaveramiz. Mana shu ish beraveradi shu mishalkamiz. Har xil variantlaridan bor. Mishalkalarimizni tonnagacha yasab beraveramiz. Manzilimiz Afg'onbog' Kurugidan Beshariq Gorskiy yo'liga yurganda, bu yog'i mana Gorskiyga qarab ketasiz, Beshariqqa, shu yo'lni bo'yida. O'zi ko'zga tashlanib turadigan joy. Agar sexdan kelib olib kelsalaring, dastlabkilarda o'tib chiroyli narx qilib beramiz.